Qim devaralarim ham qudalarim olib ketdi qizi bilan. Assalomu alaykum akalar, opalar. Ota-onasini tashab ketgan o'g'il haqida bo'ladi. Bir nomard o'g'il bor. 64 ga kirgan ota-onasini tashab ketgan, 4 yildan beri Rossiyaga qochib ketgan. Yo'q. Sog'indingizmi? Sog'indim. Har kun tushlarimga kiradi. Qizchasi o'tib qoldi. Qizchasini o'tganini hech ham qabul qila olmayman. Kutib mana shu davlina qand kasalini, davlinani o'rtirib oldim o'zimda. Qim devaralarim ham qudalarim olib ketdi qizi bilan Rossiyaga. Endi ularni ham ko'ra olmayman, qanday qilaman? Azjon, qayerda bo'lsang yetib kelgin. Men seni yo'llaringga intizorman. Uyingga, joyingga ega bo'lgin, bolalaringga bosh bo'lgin, oilangni saqlab qolgin. Meni yolg'iz umidim sendan.